Siz tradersiz, bu video aynan siz uchun ko'rishingiz kerak demay boshladik bu videoda. Men entry uchun trend liniyadan siz bilmagan eng muhim narsasini ko'rsatib o'tiraman, ya'ni razvorot manipulyatsiyada ikkilanmaslik. Qani ketdi. Bizga e'tibor beradigan narsa har doimgidek minimumlar buzilishi yoki maksimumlar buzilishi. Minimumlar bu yoqda buzilib ketdi. Oxirgi minimum, oxirgi maksimum, uni yengilagan maksimum kerak bo'ladi. Liniyani tortishimiz mumkin, lekin men buni tavsiya bermayman. Mana bu breakka kutishimiz kerak. Ikkita mana bu maksimumni tutashtirib, o'sha trend liniyani pastga olamiz. Eng oxirgi minimumga olganimizda mana shu trend liniyani buzilishini kutamiz va trend liniya buzilgan payt entry qilamiz. Stop loss o'zini svechasini tepasiga qo'yinglar, aktual. Xohlasanglar mana bu maksimumga qo'yishingiz mumkin, xohlasanglar mana bu maksimumga qo'yishingiz mumkin. Eng katta risk rewardni olish uchun o'ziga qo'yilgan stop loss aktual holat hisoblanadi. Hozir men sizlarga buni real grafikda ham ko'rsatib beraman. Minimumlar buzilib ketdi, oxirgi maksimum, minimum va maksimum buzilgani uchun maksimum tutashtirib, undan kopiya olamiz, minimumga qo'yamiz. Yaxshilab e'tibor bersak, trend liniya buzildi, retest berdi. O'zidan entry, swechani o'ziga stop qo'yishingiz mumkin. Tanlov o'zingizlardan. Eng kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun like, podpiska, kommentariyada keyingi mavzuni yozib ketishingiz mumkin. Rahmat, salomat bo'linglar.